Bilasizlar, orqamdan hozir juda ham umuman chidab bo'lmaydigan darajadagi bo'xtonli gaplar chiqaryapti bir ikkita shaxslar, fuqarolar. Hozir o'shalarni gapini men sizlarga og'zidan chiqqanini isbot qilib bermagunicha endi oxirigacha borib hammasini isbot dalil bilan keltirib, kerak bo'lsa uzr so'rab chiqqanigacha video qilaman. Bo'ldi, vaqti oshib tushdi. Bitta ayolni ustidan shuncha mag'zava og'darishmi? Hammang javob berasan. Qaysi biring men haqimda tuhmat video qilib video qo'ygan bo'lsang, hammang javob berasan. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Aka, opa qarang, men Insta blogerman-da. Xo'p. Hozir meni orqamdan turmush o'rtog'im bilan umuman 100% qonuniy ajrashganman. U bilan umuman 1 yildan beri atmashinam yo'qda, hech qanaqa yashamayman. Hozir Instagramda meni bu yolg'onchi eri bilan yashaydi, eri bilan yashab turib, ana shu erim bilan ajrashganman deb videolar qiladi deb umuman meni obro'sizlantirib, or-nomusimni to'kib tashlab shunaqa qilib videolar ishlab chiqarishyapti-da. Hop, siz tanisizmi u odamni? Yo'q, umuman tanimayman. Umuman ko'rmagan shaxslarim mana shunaqa orqamdan xet ishlab, bo'xton, umuman yo'q gaplarni olib chiqyapti. Opa, tushunyapsizmi? Chidolmayapman men bunga. Xalqda oldiga umuman obro'. Ha, xalqda oldiga umuman obro'sizlantirib tashyapti meni har xil gaplar bilan. Yo'q, Hoji. Hoji 06 pastki chiziqcha 86. Familiyasi Abdullayeva Hoji ekan. 06 pastki chiziqcha keyin 86 Abdullayev Hoji. Yana bir ikkita shaxslar bor. Ularni ham aytaymi? Ism familiyasini. ular ham shunaqa joylashganmi? Ha, ular ham bittasi onadan real ochiqchasiga onadan so'kib video qo'ygan bittasi. Haqoratlab. Ha. Ayting. Karimov Doniyor degani. Bu ham Instagramdan. Ha, bu ham Instagramdan. Yana bittasi bor. Bu oddiy Karimov Doniyor. Ha. Ayting. Hozir. Yunusova Gulhayo degani. Yunusova Gulhayo. Ha. U ham xuddi shunaqa yozilgan-a? U ham mana shunaqa umuman bo'xtonli gaplar yozib chiqaryapti-da, opa videolar. Shu 3 ta shaxsda. Ha, ana shular. Qorami? Shunday. Qo'shimcha raqam videomi? Yo'q. Qachon chora ko'riladi opa bularga? Biz arizangizni qabul qilib oldik. Ichki ishlar siz bilan bog'lanishadi. Aha, rahmat. Sog' bo'ling.